Ismim Nomiya Keyt. Yoshim 6da. Tug'ilgan sanam esa 28-iyul. Aytchi, o'tgan yoz faslida nimalar qilding? Dadam bilan sayrga chiqdik. U yerda varrak uchirdik. Dadang varrak uchirishni yaxshi bilarkanmi? Dadam zo'r uchiradi. Keyt, sen bilan hech qanaqa sayrga chiqmaganmiz, to'g'rimi? Nega unaqa deding? Ustozim mabodo so'rasa shunaqa degin deb o'rgatgandi. Oyim mazali ovqatlar pishiradi deyishni ham ustozing o'rgatganmidi? Ha, Bolani adashtirgansiz. Ilgari ham shunaqasi bo'lganmi? Ha, Ishonchingiz komilmi? Demak, Keyt aslida bizni o'g'limiz emasmi? suratga o'tgan yili Sambiyaga borgan paytimizda tushgan. Ammo nega bu narsani payqamadim? Axir men onaman-ku. Bir kuni qo'shnimiz Yamasita kampir birinchi marta Keytni ko'rganda negadir ota-onasiga o'xshamas ekan deb aytgandi. Qanday dahshatli drama. Shunday bo'lsa-da, bu ishimga xalal bermaslikka harakat qilyapman. Xo'sh, rejang qanaqa? Ularni almashtirasanmi? Yo'q, balki ikkisini ham o'zing voyaga yetkazarsan.